Qadrli o'quvchilar, ushbu misolni ishlanishiga to'xtalib o'tsak. Line K is shown in the XY plane. Ya'ni K to'g'risig'imiz X, Y dekorkoordinatalar sistemasida ko'rsatilgan ekan. Line J not shown is perpendicular to line K and passes through the point -12 and -19. Boshqa bir J to'g'risig'imiz esa bu yerda ko'rsatilmagan, lekin u K to'g'risig'iga perpendikular va passes through the point degani shu nuqta orqali o'tadi degani. -12 va -19 nuqta orqali o'tuvchi va K to'g'risig'imizga perpendikular bo'lgan J to'g'risig'imiz ham bor ekan. Lekin bu yerda ko'rsatilmagan. Which equation defines line J? Ya'ni J to'g'risig'imizni aniqlab beradigan funksiyani tuzib berishimiz kerak ekan. Xo'p, dastavval K to'g'risig'imizni burchak koeffitsiyentini topadigan bo'lsak. Bu bizga nima uchun kerak? K bilan J to'g'risig'lar perpendikular bo'ladigan bo'lsa, ularning burchak koeffitsentlari ko'paytmasi -1 ga teng bo'ladi. Va bizga ma'lumki, K to'g'risig'imiz mana bu 0,3 va mana bu 2,0 nuqtalardan o'tyapti. 0,3 va 2,0 nuqtalardan o'tyapti. Ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'risig'ning burchak koeffitsiyentini topish formulasiga ko'ra, ya'ni y2 minus y1 bo'lingan x2 minus x1 formulaga ko'ra y larni ayiradigan bo'lsak -3, x larni ayiradigan bo'lsak 2. Demak, K to'g'risig'imizning burchak koeffitsiyenti -3 taqsim 2 ga teng ekan. Bundan kelib chiqadiki, J to'g'risig'imizning burchak koeffitsiyenti nimaga teng bo'ladi? 2 taqsim 3 ga. Shunda ikkalasining ko'paytmasi -1 ga teng bo'lib, perpendikularlik sharti bajariladi. Demak, J to'g'risig'imizning burchak koeffitsiyenti 2 taqsim 3 ga teng kelib chiqdi. Demak, men uning tenglamasini 2 taqsim 3x plus b, ya'ni kx plus b dagi k o'rniga J to'g'risig'imizning burchak koeffitsiyentini qo'yib yozdim. Endi bizda b noma'lum, lekin b ni topish uchun menga nuqta berilgan. -12, -19. Ushbu nuqtadan foydalanib 2 taqsim 3 ko'paytirilgan -12 plus b. Bundan b barobar -12 bilan 3 qisqarsa 4. 4 kare -2 -8. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa -11. Demak, b-imiz nechaga teng ekan? -11 ga. Demak, bizda J to'g'risig'imizga doir hamma narsalar topildi. Bu to'g'risig'imizning tenglamasi 2 taqsim 3x b -11 ga teng ekan, -11.